Borib nogiron bo'lib qolasan. Nogiron bo'lib yashash qiyin emasmi? O'rta! Ko'p siqilsangiz infarkt bo'lasiz. Sog'lig'ingga qaragin. Nogironchi ko'ring. O'rta, chet eldan kelib seni qidirsam, senga nima bo'ldi? Nima ahvol bu? Do'stim, Alloh sinov berib insult bo'lib qoldim. Oldimda hech kim qolmadi do'stim. Do'stim, hech nimani o'ylama. Yurib tursa hammasi zo'r bo'ladi. Men yoningdaman. Olis hayot yo'llarida hamrohim, yaxshi yomon kunlarimga guvohim. Chet elda ishlagan pullaringizni og'aynizga ishlatib yuborasizmi? Qanchaligiga og'ayni bo'ladi, aralashma. Ey Alloh, o'zing do'stimning dardiga shifo bergin. Do'stim keldi. Qattiq olib kelding, mana. Choyxonaga mazaq qo'shimiz. Mana anchadan beri bolalar choyxonaga ham chaqirmasdi. Do'stim, mana ertaga muhim kun. Senga aytdimmi? Yurib tursa hammasi zo'r bo'ladi. Lekinchi, bu ahvolda bor bo'lmaydi. Senga bitta zo'r yangiligim bor. Yaxshi kiyimlardan beri og'aynimga yangiligim bor. Kiyimlar surpriz qilmoqchiman. Bemalol tanlavering. Birinchi ro'z do'konida 99 mingdan 149 minggacha skidka e'lon berganmiz. Mashiy bo'lsa kerak. Taqillatmay kiravermaysizmi? Shuncha paytdan beri qayerda eding do'stim? Men seni rosa qidirdim. Menga aytgan yangiliging shumidi? Lekin bitta narsani unutma. Mash yuraging urib tursa, hammasi yaxshi bo'ladi. Men yoningdaman do'stim.